Jarqo'rg'on tumanida madaniyat va san'at xodimlari kuni munosabati bilan bayram tadbiri o'tkazildi. Unda tuman hokimi, madaniyat va san'at sohasining faol va fidoyi xodimlari, mehnat faxriylari, yoshlar hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Batafsil hozirgi lavhamizda. Tadbir tuman hokimining tabrik so'zi bilan boshlandi. U o'z nutqida yurtimizda madaniyat va san'at sohasini rivojlantirish hamda sohada faoliyat yuritayotgan xodimlar uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar haqida to'xtalib, barchani kasb bayrami bilan tabrikladi. Tadbir davomida so'zga chiqqanlar yosh avlodning madaniy saviyasini oshirish, ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalashda madaniyat sohasi xodimlarining o'rni yuqori ekanligini ta'kidlab o'tishdi. Shundan so'ng yil davomida soha rivojiga hissa qo'shgan, faoliyati bilan namuna bo'layotgan bir qator madaniyat xodimlari tashkilotchilar tomonidan faxriy yorliq va esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi. San'atkorlarni, qolaversa hamkasblarni bayram bilan chin yurakdan tabriklayman. Ishlariga muvaffaqiyat tilayman. Kelgusida o'zining san'ati bilan viloyatlarda, qolaversa respublikalarda o'zining yuqori cho'qqilarini egallashda muvaffaqiyatlar tilayman. Tadbir davomida tumanning san'atkorlari tomonidan ijro etilgan kuy-qo'shiqlar va raqslar yig'ilganlarga yuqori kayfiyat ulashdi. Yakunda madaniyat va san'at sohasida uzoq yillar faoliyat yuritgan faxriylarga soha mutasaddilari tomonidan ehtirom ko'rsatildi. Madaniyat sohasida ishlab ketgan faxriylarni, mana shogirdlarimiz izzat hurmat qilib bugun tahlil qilishgan ekan. Avvalambor hammalaringizda madaniyat va san'at xodimlari kuni bayrami bilan shu faxriylar nomidan chin ko'ngildan tabriklayman. Men mana shu 78-yil Toshkent davlat madaniyat universitetini birinchilardan bitirib kelib, shu madaniyat bo'limida madaniyat sohasida ishladim. Oxirgi paytda keyin maktabda musiqa o'qituvchisi bo'lib ishladim. Shu madaniyat xodim bo'lganimdan afsuslanmayman. Yaxshi, faxrli kasb. O'tkazilayotgan bu kabi tadbirlar madaniyatni yanada rivojlantirish, soha xodimlarining mehnatini e'tirof etish hamda yosh avlodni madaniyat va san'atga qiziqtirishga xizmat qiladi.